Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdon, alhamdulillah yana bir go'zal ijodni o'z nihoyasiga yetkazdik. Soddagina mana bunday ikki o'choq 30 hamda 80 litrli ixchamgina bo'lib mana xonamizga joylashdi. Xo'p, inshaalloh yoqdik. Mana obработкаларni boshladik. Xo'p, tuz solib yangi qozonlarlik uchun qaynatishni boshladik. Xo'p, qadrdon, mana shu holatiga 200 ta обрисовочный g'ish, 300 ta oddiy pishgan g'ish, sement qum kerak bo'ldi. Xullas, qancha 2,5 metrga 1,25 bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa kichkinagina ixchamgina joy bo'lsa, shuni qilib olasiz. Maza qilib ishlataverasiz. Mana shunday holatda. Xo'p, narxlarni birdan aytib o'tib ketaman. Hamma narsasi o'zimizdan bo'ldi. 4,5 million so'mdan bitta qozonning o'rni mana shu holati mana. Inshaalloh qopqoqlari bilan qozonni eng sifatligidan qilib olib kelib, xullas hech nima ish qilmaysiz. Faqatgina shu bitta pul sanaverasiz bo'ldi. 4,5 million so'mdan. Bu 4,5 million so'mdan o'zimizda mahallada bo'lgani uchun chetroqda bo'ladigan bo'lsa, yo'l kirolarning hisobiga 5 million so'm chiqadi. Keyin xuddi shuni arzonroq varianti bor. Arzonroq variant deganlarga hamma narsasi o'zimizdan 3,5 million so'mligi bor. Ichki sxemasi prosta oddiydan bo'ladi. 10 yil, 30 yil garantiya inshaalloh. Xo'p, yongan bo'lsa, inshaalloh bitta torchlarni ko'raylik. Xullas, super prisos holatda qadrdon. Mana shunday mana. Ishlab turibdi. Go'zal. Mashallah. Xo'p, 30 litrligimiz. Ko'ramiz nima deyapti ekan. Bu ham bir ajoyib holatda ishlab turibdi. Mashallah. Xo'p, qadrdon, kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, inshaalloh aloqadamiz. Aloqaga chiqing, xudo xolasa go'zal qilib bitkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siznikida ko'rishaylik.